kunlar shodon, men seni juda ko'p aldadim ona. Ayirsam ozorlaring ortmasin deya, ko'nglimdan alamlar ortmasin deya, ko'nglimga tashvishim botmasin deya, men seni juda ko'p aldadim ona. Har kuni mehmonlar g'amga yukka, jimgina ko'nikkan hayot shartiga, zolamni yashirib tuprik ortiga, men seni juda ko'p aldadim ona. Ismi zikr qilingan amma xolalarimizni sahnamiz badiiy markaziga chorlasakda chiroyli dil izhorlarini eshitib qolsak, bugungi shodiyonamiz chiroyli tarzda davom etmoqda. Kelinglar, bugungi kechamizga endi fayz qo'shib beradigan amma xolajonlarimizni barchasini sahnamiz badiiy markaziga chorlaymiz. Kelin tomondan kelgan amma xolalarimiz, qolaversa kuyov tomondan kelgan amma xolalarimizni ham barchasini sahnamiz badiiy markaziga chorlab olamiz. Marhamat. Bilasizmi dadajon, bizning oilamiz uchun har bir to'kayotgan teringiz jannatlarda daryo bo'lib oldi. Dadasini yaxshi ko'radiganlar shu videoga komment yozsin. Qani bilib olamiz. Dadasini yaxshi ko'radiganlar nechta? Baxtimizga dadalarimiz sog' salomat bo'lsin. Omon bo'ling. Dadam mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina xokisor odam. Eng zo'ri sen eding-ku, o'g'lim. Hozirgina deysizmi? U payt sizni qo'lingiz meni yelkamda edi, dada. Jonim dada, jonim